qizlarim nima bu? Bu o'zbek milliy taomlari. Qozon kabob, osh, norin, chuchvara, dimlama, mastava, moshxo'rda, moshkichiri, shovla. Sizgina 2 oylik oziq ovqatim Tejasa 3 oyga ham yetardi. Olma terdim, qovun so'ydim, hasip soldim, pishiriq pishirdim, shashlik qildim. Go'sht qayerdan olding? Molxonadan. Voy xonavayron qilsan-u. Qo'rayni o'chir. Voy odobugur. Voy odobugur. Voy qirchining qiyil yur. Shuncha ovqat yeymanmi-ya? Voy qurib ketsin. Voy somsayam qipti-ya.